Mana o'rtoqlar, shunga tayyorladim. O'zim qo'lbola qilib, halol qilib go'shtlardan olib, ichigalar olishlarni soldim, piyozlarni soldim, ularni soldim. Go'zal qilib moslab suvaylardan soldim ichiga. Suvayni bu solsa shirin bo'ladi endi. Tavodan ko'ra. Endi hozir men qozon tagiga sochada qo'ydim. Bonkani terib olaman-da. Endi o'rtoqlarning ichiga suv quyib olaman. Suv quyib to'g'ri olsam. To'ldirib suvni quyib oldim endi. Qopqog'ini mahkamlab yopaman. Mana terib oldim. Endi bunun ichiga ham suv quyaman. Suvda qaynataman. Xo'janim banisa deydi. Shunga nima ovqat qilishni bilmay o'zim oxiri halol qilib shuni harakat qilyapman. Mana suvlarni quyib oldim endi. Chiroyli qilib pishiraman. Parhezchining qo'g'rilmagan suvda qaynagan zo'r ovqat bo'ladi, xudo xolasa. Xo'joniga olib boramiz. Buni pasalovda qaynatamiz, miltillatib qaynatib olamiz. Keyin pasalovda qaynatib 40 minut, 45 minutda xudo xolasa zo'r bo'lib pishadi tushunkamiz. O'ta go'zal mana. Pishgan videosini boshqa safar tashlayman.